Assalomu alaykum, hurmatli nafas so'zini izohlarda yozib qoldirib, burun mashqlarining video darsligini ko'rishni niyat qilgan aziz do'stlar. Men Najot Nur 13 yillik tajribaga ega nutq ekspertiman. Ushbu video darslik orqali siz bilan juda foydali mashqlarni o'rganamiz. Ko'pchilik qancha uxlamasin, ertalab charchagan holda uyg'onadi. Horg'in holatda va ertalab boshi og'rigan holatda uyg'onadi. Orangizda bunday insonlar bo'lishi aniq. Men bunga ishonaman, chunki biz uyquga umuman e'tibor bermaymiz. Kun davomida esa lanjlik davom etadi, shundaymi? Yoki nutq so'zlaganda ovozi juda nozik, ishonchsiz chiqadi. Aslida ikkala muammo ham bitta ildizga borib taqaladi. Bu nima ekan? Bu nafas olish texnikasi. Nafas to'g'ri bo'lsa, ovoz ham, uyqu ham mustahkam bo'ladi. Hindlarda bir gap bor, nafasini boshqara olgan inson hamma narsani boshqara oladi deyishadi ular. Bugun men sizga burun mashqlarini ko'rsatib beraman. Ularni har kuni uyqudan oldin yoki nutq so'zlashdan oldin 10-15 daqiqa bajarsangiz kifoya. Natijada siz ikki narsaga erishasiz. Qisqa uyqu bilan ham tetik yurishga. Tushunyapsiz-a? Ya'ni inson 7-8 soat uxlashi kerak, lekin siz kamroq uyquga vaqt sarflab tetik yura olasiz va ovozingizni yanada yo'g'on va barqaror qilishga muvaffaq bo'lasiz. Ovoz nafas, rezonans va talaffuzni uyg'unlashuvidan hosil bo'ladi. Burun esa bu jarayonni markazida turadi. Chunki biz gapirayotgan paytimizda 70% havo og'zimizdan, 30% havo burundan chiqadi. Mana hozir e'tibor bering. Burun mashqi. Men burnimni yopdim. 15% ga yopildi. Manqalanish bormi yoki yo'q? Ikkalasini ham yopdim. Tamoman manqalanib gapirishni boshladim. Biz odatda sezmaymiz o'sha 30% havo burundan chiqayotganini. Endi burun mashqi bizga nima beradi? O'pka hajmini kengaytiradi, kislorod aylanishini yaxshilaydi. Qon tarkibida ham, umuman nafas yo'llarida ham uyquni yaxshilaydi, ovozni tayyorlaydi va kuchaytiradi. Aynan shu sababli bu mashqlarni odatga aylantirish juda muhim. Bo'lib ham omma oldida ko'p nutq so'zlaydigan, chiqish qiladigan, dars o'tadigan insonlar uchun, aktiv lider bo'lgan insonlar uchun ayniqsa bu mashq juda muhim. Endi sekin amaliyotga o'tsak, men mashqlarni birma-bir ko'rsatib beraman. Siz esa biz bilan birgalikda, men bilan birgalikda uni bajarasiz. Va mashqlarni bajarayotgan paytingizda shoshmasdan, asta-sekin va to'g'ri nafas olishga e'tibor bering. Birinchi bosqich. Qanday amalga oshiramiz? Endi qarang, bu 3 bosqichdan iborat mashq o'zi aslida. Birinchi bosqichga kirishdan avval burnimizni mana bu burchak qismida, bu yerda emas, aynan burchak qismida ikkita nuqta bor. Mana bu ko'rsatkich barmoqlarimiz bilan uni sekin-asta massaj qilamiz. Taxminan 15-20 soniya. Shunchaki mana bunday emas, sal bosibroq, og'ritmasdan massaj qilamiz. 15-20 soniya. Massaj qilgan paytimizda burun bo'shlig'idan biroz suv kelgandek bo'ladi. U ochilgandek bo'ladi. Yengil nafas olayotgandek his qilasiz o'zingizni. Buni qilib oling va uyquga yotishdan avval joyingizda o'tirib mashqlarni bajarishni boshlaysiz. Birinchi bosqich. Burunni yopamiz, bir tomonni yopamiz va 10 marta nafas olib, nafas chiqaramiz. Burunni o'zida. Chuqur-chuqur. Ana endi ikkinchisiga o'tamiz. Hali ham birinchi bosqichdamiz. Birinchi bosqich tugadi. E'tibor bering, mening ovozim ham o'zgardi. Mashq to'g'ri bajarilsa, havo kirib chiqayotgan paytda havoning oqimini mana bu yerda his qilishga harakat qilish ovoz paychalariga ta'sir o'tkazishga sabab bo'ladi va o'z-o'zidan ovozingiz yiriklashib qoladi. Hayron bo'lmang. Bu shunchaki mashq natijasi. Endi sekin-astalik bilan ikkinchi bosqichga o'tamiz. Xuddi shu shaklda burun yopiladi va endi 25-30 marta tez-tez nafas olib, nafas chiqarasiz. Endi ikkinchi tomon. Yana ovozim
o'zgardi. Sezgan bo'lsangiz kerak. Xo'p, endi 3-bosqichga o'tamiz, aziz do'stlar. 3-bosqichda qo'llarimizni tamoman tushirib, chuqur burundan nafas olamiz va og'izdan nafas chiqaramiz 10 marta. Bosh aylangan bo'lishi tabiiy. Nimaga? Chunki biz hozir qon tarkibini kislorod donachalariga to'yintirdik. Qon tarkibida kislorod donachalari to'yinishi sababidan taxminan 15-20 soniya bosh aylanish holati bo'ladi. Xavotirga o'rin yo'q, zotan o'tiribsiz. Xohlasangiz yostiqqa bosh qo'yib uxlab olishingiz ham mumkin. Bosh aylanishidan hech xavotirlanmang. Shunchaki qon tarkibida kislorod donachalari ko'payishi natijasida ana shu bosh aylanish holati yuzaga keladi. Endi diqqat qiling. Hozir nima sodir bo'ldi? Nimani hisobiga siz uyqu vaqtini kamaytira olasiz? Bu nafas bilan, kislorod bilan bog'liq holat. Burun bo'shlig'ida shunday retseptorlar bor. Kelayotgan havo oqimi nisbatan issiq bo'lishi mumkin. Bu issiq havoni sovutib beradi yoki sovuq havoni ilitib beradi. Issiq sovuq bo'lishi natijasida mana bu burun bo'shlig'idagi yo'laklar, chig'anoqlardagi 8 ta kanal, bu yoqda 4 ta, bu yoqda 4 ta kanal bor. Ana shu havo oqimi natijasida go'shtlar torayadi. Go'sht torayishi natijasida kanallar kengayadi. Ham mashq bilan siz qon tarkibini kislorodga to'yintirib oldingiz, ham kanallarni kengaytirib oldingiz. Uyqudan oldin xona haroratini 18-20 darajagacha tushirib, bir shamollatib olsangiz, ishoning, sizda kechqurun to'yib uxlash imkoniyati bo'ladi. Va bu jarayon hamma uchun foydali. Burnida muammosi borlar uchun ham, yo'qlar uchun ham. Ularni har kuni uyqudan oldin yoki nutq so'zlashdan avval muntazam bajarsangiz, qanday yutuqlarga ega bo'lasiz. Buni oila a'zolari bilan ham qilish tavsiya etiladi. Ular ham bu yutuqqa ega bo'lsinlar. Xo'sh, qanday yutuqlar? Uyqu sifati yaxshilanadi va 5-6 soatlik uyquni o'zi bilan ham kun davomida tetik yura olasiz. Bosh og'rig'i bo'lmaydi, kun davomida esnash bo'lmaydi. Eng asosiysi charchoq his qilmaysiz, ovozingiz esa sekin-asta yiriklashadi. Eslatib o'taman, natija muntazamlikda. Muntazam qilinsa, har kuni qilinsa, natija bo'ladi. Har kuni 10-15 daqiqa, nari borsa 7-8 daqiqa tezroq qilib vaqt ajratsangiz, o'zgarishni sezasiz. Ushbu darslikni kuzatganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bizni qo'llab-quvvatlang. Keyingi videolarimizning chiqishi sizning qo'llab-quvvatlovingizga bog'liq. Salomat bo'ling.